Inson umrida shunday qadrli kunlar bo'ladiki, u kunlar mehr, quvonch va samimiy tilaklarga to'ladi. Bugun ham ana shunday unutilmas lahzalardan biri tug'ilgan kun. Bu shunchaki yoshga yosh qo'shilish emas, balki ortda qolgan go'zal xotiralar, erishilgan yutuqlar va oldinda kutayotgan yangi orzu-maqsadlar bayramidir. Shu go'zal kunda barchamiz ezgu niyatlar bilan yig'ilib, bugungi bayram egasiga eng samimiy tilaklarimizni yo'llash uchun yo'l olamiz. Assalomu Assalomu alaykum. Sog'misiz, salomatmisiz? alaykum. Yaxshi, yaxshi. Ming bor uzr, bezovta qildim. Tug'ilgan kun tabriklar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroq sahifasidan Shahlo Zamona suhbati bo'lib turibdi. Sardor aka bilan bog'landimmi? Ha, Akajon, bugungi Allohimizga ne'mat, Habibimizga umid bo'lgan tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin. rahmat. Alloh umringizni ziyoda qilsin, taningizni sog'u omon, baxtli, saodatli yashamoqlikka mehribon Robbim o'zi musharraf aylasin inshaalloh. Rahmat. Doim sog'lik, omonlik, qalb xotirjamligini tilab qolaman. Bugun sizni shukronalik, shodiyonalik kuningiz bilan tabriklash uchun juda ham chiroyli bo'lgan sara samimiy niyat, tilak hamda tabriknoma xatlari tabrik jamoamizga yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz, bugungi tabriknomani kim, qaysi bir yaqiningiz, qadrdon mehriboningiz yuborgan bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz akajon, kim bo'lishi mumkin? Xotin yubordim sizga. Mashalloh. Bir umrlik yoningizdagi hamrohingiz, ahli ayolingiz Marjonaxon bugun sizga tabriknoma xatlarini yuborgan ekanlar. Qolaversa, barcha oila a'zolar, yaqin qadrdonlar ham eng sara samimiy niyat tilaklarini siz uchun yuboribdi. Biroz qimmatli vaqtingizni olaman-u, sizga atalgan tabriknoma xatlari bor o'qib eshitiraman. Maylimi akajon? Mayli. Marhamat, qabul qilib olasiz. Kecha kunduz sizda xayolim, uzr agar kelsa malolim, netay sizdan xavotirdaman, o'zingizni asrang halolim. Assalomu alaykum. Meni mehribonim, qo'rg'onimiz poydevori, muhabbati bepoyon bo'lgan aziz insonim, turmush o'rtog'im. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Baxtimga hamisha sog'-omon bo'ling. Allohga shukrki, menga sizdek mehribon, oilaparvar insonni Alloh turmush o'rtoq qilib berdi. Hayot yo'llarimda hamroh qilib berdi. Siz meni nafaqat mehribon umr yo'ldoshim, balki eng yaqin do'st, sirdosh, dardkash, har qanday vaziyatda suyana oladigan tog'imsiz. Hayotni quvonchli onlarida ham, sinovli kunlarida ham yonimda bo'lgan, menga kuch, ishonch bergan, har bir ayol havas qila oladigan baxtni bergan mehribonimsiz. Hammasi uchun sizdan cheksiz minnatdorman. Mehribon qalbingiz, halolligingiz, oilamiz uchun qilayotgan har bir mehnatingiz hammasi men uchun cheksiz mehr muhabbatimni oshishiga, sizga bo'lgan hurmatimni yanada ko'payishiga sabab bo'ladi. Sizni xonadonimizni doimo o'ylashligingiz, xonadonimizni tayanchi, qalbimni ardog'idagi eng aziz insonligingizni aslo unutmang va doimo men uchun baxtimga doim sog'-omon bo'lib, aziz boshingiz omon bo'lsin. Bugun sizga eng ezgu sara samimiy niyat tilaklarini aytmoqchiman. Allohim yomonliklardan sizni yiroq qilsin. Mustahkam sog'lik, uzoq umr, pok rizq, xotirjam qalbni, barakali hayotni nasib aylasin. Oilamda to'ymasdan mehnat qilyapsiz. Alloh cheksiz ajr, ehson, mukofotni sizga hadya qilsin. Ishlaringizni doim rivojini bersin. Topganlaringiz yaxshi kunlarimizga, to'yu hashamimizga buyursin. Men uchun eng katta baxt sizni yoningizda kulib baxtli yashashlik. Har tongni siz bilan qarshi olib, har kechani shukronalik bilan yakunlashtir. Nasib etsa, sochlarimizga oq oralab
inshaalloh qo'sha qarimoqlikni birgalikda ko'rganlarimiz go'zal yurtlar Makkatulloh, Madina, Ka'batulloh bo'lmoqligini-yu, siz hojati, men esa hojona degan unvon maqomlarni egasi bo'lib yurishlikni nasib qilsin Allohim. Siz meni eng go'zal taqdirim, eng chiroyli muhabbatim va doimo qalbimdagi eng qimmatli ne'mat, eng katta baxtim bo'lib qolasiz. Alloh etak-etak farzandlar ketidan nabiylar suyib, inshaalloh sevimli, suyukli bobojon, buvijon bo'lib qarili gashtin surmoqlikni nasib aylasin. Xonadonimizdan mehr, muhabbat, baraka hech qachon arimasin. Sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Yaratgandan yagona tilagim qo'llarimiz hech qachon ajralmasin. Qalblarimiz esa doimo bir-biriga mehr, muhabbat bilan bog'liq bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Doimo men uchun o'zingizni asrab avaylab yuring. Sizni juda yaxshi ko'raman. Sizdek yuragi toza, mehribon, oilaparvar umr yo'ldoshim borligidan doimo faxrlanib qaddimni kerib yuraman. Siz bor yashayapman, tashvish va g'amsiz. Cheksizdir qalbimda siz uchun sevgim. Siz meni Robbimdan buyuk hadyamsiz. Sizni juda yaxshi ko'raman begim. Afsus, o'rtamizda masofalar bor. Sog'indim men sizni, kelyapti ko'rgim. Albatta bir kuni bo'ladi diydor. Sizni juda yaxshi ko'raman begim. Sevgimiz samimiy, baxtlar qoidamiz. Siz bilan go'zaldir hayotim, umrim. Ming shukrki siz bilan bitta oilamiz. Sizni juda yaxshi ko'raman begim deya mana shunday chiroyli, sara samimiy niyatlar, tilaklar siz uchun yuborilibdi. Sizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun ahli ayolingiz tomonidan bugun. Agarda sizni ham ular uchun aytishni istagan tilaklaringiz, niyatlaringiz bo'lsa, xohlasangiz marhamat. Men ham hammasini yaxshi ko'raman. Mashalloh. Hammasi. Farzandim hammasi. Inshaalloh doimo sog'lik, omonlik, qalb xotirjamlik tilab qolaman. Mana shunday go'zal, baxtli oilangizga hech ham sira ham ko'zlar, nazarlar tegmasin. Kuningiz xayrli, fayzli, barokali o'tsin. Tug'ilgan kun muborak. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling akajon, rahmat. Umr daryo misol oqib bormoqda, yoshlik qo'rg'oniga qorlar yog'moqda, lekin mehringiz taftida har on yog'gan qorlar sekin erib oqmoqda. Gul ochar qalbim so'zlaringizdan, baxtga to'larman ko'zlaringizdan. Jonim qarang yuzlaringizdan, yoqimli mayin sevgi taralmoqda. Farzandlarim otasi, ko'nglimning parvonasi. Ishonganim ham suyanganim, yaxshiyam borsiz dadasi. Farzandlarim otasi, yuragim yagonasi. Shohim sultonim, suyangan tog'im, yaxshiyam borsiz dadasi. Yaxshiyam borsiz dadasi. Jonimga quvvat bergan suyanchim, har lahza yonimdagi ishonchim. Siz borsiz yo'qdir meni tashvishim, siz borsiz yo'qdir meni tashvishim.